Xalq bilan muloqotda bo'lish, yoshlarning taklif va murojaatlarini tinglash maqsadida joylarda o'tkazib kelinayotgan uchrashuvlar yoshlar hayotida juda muhim rol o'ynamoqda. Yoshlar ishlari agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Dilnoza Kattaxonovaning Buxoro yoshlari ishtirokidagi sayyor qabuli ham foydali kechdi. Buxoro davlat texnika universitetida tashkil etilgan qabulda Buxoro shahri yoshlari va ularning ota-onalari ishtirok etdi. Bu uchrashuv yoshlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Biz yoshlar o'z fikr mulohazalarimizni bevosita rahbarlarga yetkazish imkoniyatiga ega bo'ldik. Men Qizlar ovozi bosh koordinatori sifatida ushbu uchrashuvda ishtirok etdim hamda o'zim uchun, kelgusi faoliyatim uchun bilim ko'nikmalariga ega bo'ldim. Eng muhimi, bizning takliflarimiz e'tibor bilan tinglanayotgani bu davlatimizda yoshlarning ovozi eshitilayotganligidan dalolatdir. Bu kabi uchrashuvlar biz yoshlarni yanada faol bo'lishga undaydi. Uchrashuv davomida yoshlar ta'lim, bandlik, zamonaviy kasblarga o'qish va shaxsiy rivojlanish bilan bog'liq muammo hamda takliflari tinglandi. Yoshlarning turli masalalar yuzasidan murojaatlari, takliflari soha mutaxassislari ishtirokida o'rganilib, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari belgilandi. Shuningdek, muloqot davomida ko'plab yoshlarga ularni qiziqtirayotgan masalalar bo'yicha huquqiy tushuntirish va maslahatlar berildi. Uchrashuvda men xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha davlatimizni dunyoning top 50 talik davlatlar qatoriga kirgizish bo'yicha faoliyat olib borganligim haqida gapirdim. Shu bilan bir qatorda Buxoro viloyati Qizlar ovozi klubining IT va media yo'nalishi koordinatori sifatida taklif va tashabbuslar bilan chiqdim. Mening taklifim shundan iboratki, yaqinda IT va media forum o'tkazish va mening taklifim Dilnoza Sobirjonova tomonidan ma'qullandi. Yurtimiz bo'ylab tashkil qilinayotgan bu kabi tadbirlar yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish, bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish hamda ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda alohida ahamiyat kasb etadi.